Do'stlar, Marg'ilonda 400 yillik xonadon borligini bilarmidingiz? Bu xonadon juda ko'p vazirlarni, juda ko'p ulamolarni, donishmandlarni ko'rgan xonadon va yashagan xonadon. Aytishlariga qaraganda, bu yerda Nodira begim 3 yil istiqomat qilgan va istiqomat qilish jarayonida Uvaysi bilan tanishgan va Uvaysi bilan ko'p mushoiralarni mana shu manzilni o'zida o'tkazgan ekan. Biz olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, bu yerda Nodira begim va Amir Umarxonni nikoh marosimi ham mana shu manzilni o'zida bo'lgan va 3 yil mana shu yerda istiqomat qilishgan ekan. Bu manzil Valixon To'ra xonadoni deb aytiladi. 400 yillik, 4 asrga teng bu manzil. Bu manzil o'zini zabardastligi bilan odamlarni lol qoldiradi. Hech qayerga hech qanday shikast yetmagan. To'g'ri, mana bu tokchalar qaysidir bir bo'rdan yasalgani uchun o'zini sifatini yo'qotgan bo'lishi mumkin, lekin xonadon urush ko'rgan, zilzila ko'rgan, shunda ham o'zini zabardastligini yo'qotmagan. Mana sizga ma'lumot. Demak, Marg'ilonda 4 asrlik xonadon bor. Mana shunaqa tarixiy manzil bu.